Keling. Ovoginchi, ketimdan yiqilib yurding. Ha, berar kelib o'tirdi. Ha, qochib yuribsan. Har safar kelsam eshiging yopiq. O'zingni ko'rsatmaysan. To'y desa, azasan, panisa desa, qanaqa odamsan? To'xta. Kimsiz siz o'zi? Men dastlabkida bankdan kredit olgan ekansiz. 3 oy bo'pti, to'lamayotgan ekansiz. Uzr, xizmatchilik. Ayo, skoriy chaqiraymi? Voy bilan shirinligini. Silab ko'rsam bo'ladimi? Mayli. Voy nani. Voy. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Yo'q, haqiqat yo'q. Izlamang, qidirmang. Topasiz. Kechirasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Rahmat. Tuzumisiz aka? Qarang, men gazdan edimda. 25-uy kerak. 25-uy. Mana mana shu uy. Mana shumi? Ha, mana shu. Ha, bo'ldi. Rahmat. Hop, salomat bo'ling. Xo'sh. Hozir. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xo'sh, xizmat. 25-uy yo'ldoshim Tohir aka. Men. Men Raygazdanman. Yaxshimisiz ukam? Keling. Nima xizmat? 1 million qarzingiz bor ekan. Bo'lishi mumkin. O'shanga endi shuni to'lab qo'ysangiz. Bo'ldi, ukajonim, to'layman haliga. Ozgina o'tsin, 3-4 kunda to'lab olaman. Hop. Yo'q, aka. To'lamasangiz men uzib ketaman. Qaqa to'layman? Pul yo'q. Ish bo'lmasa qattan to'layman, tushunsangiz, sana baraka top. Pashag'ing chiqarib tashlayman, ha? Ish yo'q. Davlat ishida ishlamasam. Nima ish qilasiz aka bo'lmasam? Men oddiy go'rkovman, tushunasanmi? Oddiy go'rkovman. Ish yo'q, mana sovuq bo'lganigacha erkaklarning hammasi ichish bilan ovar. Ayollar fitness klubda. O'lik yo'q. Tirikchilik o'lik bo'lgan, tushunasanmi? Sovuq bo'lganda ham maylidan nima deydi haligi? Suvash bash mana o'tlarni o'rib turish degan tirikchilikda bo'libdi. Shular ham yo'q, ukam, tushunasanmi? Yo'q. Bo'lsin, to'layman. Bo'ldi, asabiylashmang. To'lab qo'yarsiz aka, bir tushganda faqat to'lab qo'ying bo'ldi. Bo'ldi, to'layman. Bizga xizmat yo'qmi? Yo'q, sizga xizmat yo'q. Ha. Avaz! Otang reanimatsiyadan chiqdimi? Ha, chiqdilar, palataga olishdi. Attang. Tinchlikmi? Ha, yo, tinchlik. Gazga to'lash kerak edi, uka. Hadi tez. O'rtada. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz ijtimoiy tarmoqdandik. Bitta savolimiz bor edi. Assalomu alaykum. Motorga yopatdimi? Savolimiz shundan iboratki, xotin kim bu? Xotinmi? Xotin bu, qanday tushuntirib sizga? Xotin bu erkak kishini boshiga tashvishlar tushganda doim yonida bo'lib, unga dalda berib, suyanchiq tog' bo'lib beradigan inson hisoblanadi. Rahmat, tushunarli. Yana ikkinchi savolim, er kim? Ermi? Er qanday tushuntirsam ekan sizga? Er bu o'sha ayolga uylanmaganida qiyinchilik nimaligini bilmasdan o'tib ketishi mumkin bo'lgan soddagina mavjudot. Mani onam ovqatni juda ham shirin pishirardilar. Mani onamchi birinchi kirlarni dazmollab, ana undan keyin taxlardilar. Mani onam kirlarni qo'llarida yuvardilar. Ham svet ham ekonom bo'lardi, limit degan narsa borda, oynonay.
Mani onamchi bunaqa idish tovoqlarni qalashtirib qo'ymasdilar. Joyida shartta yuvib tashardilar. Ey, mani onamchi bekor o'tirishni yomon ko'rardilar. Bekor o'tirguncha bekor ish qilgin degan gaplarni aytardilar. Mani onam bundan ham qattiqroq urardilar. Mambo Italiano, hey hey mambo, mambo Italiano, go go go. Bir narsani o'ylab qoldim-da, jiyan. Nimani, tog'a? Bizni Amerikada tug'ilmaganimiz uchun eng katta omadimiz, baxtimiz ekan. Nega? Bilmaganimiz. Chunki biz inglizchani bilmaymiz-da, galvars. Mani janjallash jonimga tegdi. Mani ham. Unda tez uzr so'rayinchi. Allah'ım neydi günahım? Günahım neydi Allah'ım? To'xta. Uyalmaysanmi? Uyalmaysanmi? Uyat. Ayyayu. Sharmanda. Bu birovi haqqi bo'lsa. Bu teshib chiqadi, ro'zani kunida uyatmasmi uka? Sen tarbiyang shunaqami uka? Ota-onang shunaqa tarbiya bergan. Qo'yardim. Qo'yib qo'ygandan ko'ra Shonu shuhratingga kirilma odam, ko'kka otib yerga urar dunyo bu. Topgan tilla zariga berilma odam, sendan ham mendan ham qolar dunyo bu. Voyvoning qo'limi dedim. Hop, to'xta, sen tushuntiribroq gapirgin. Nimaga sen o'zi oramiz ochiq deyapsan? Chunki siz befarq p***siz. Bu nima deganing endi? Axir bu g'irt buxton-ku, shahlo. Ana ko'rdingizmi? Men shahlo emas, Dilfuzaman. Ey, nima farqi bor? Emasmi? Farqi bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, nima xizmat? Tuzumisiz? Rahmat. Bu bahoriy bir kayfiyatni ko'taradigan, uchi yuradigan, bir yengil yuradigan bir nimadir tavsiya eta olasizmi? Bo'ldi. Akajonim, men sizni tushundim. Haligi bunaqa narsalarchi, vino o'tkalar narigi qatorda. Shunaqa bo'lasiz. Mujik. Umina shuguli signal italianski, samba in forma grajdanski. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima deysan? Oke, dastlabki qilaman. Oyog'im og'rib ketdi. Xo'p. Metrogacha olib borib qo'ying. Nima? Metrogacha. Shu bitta. Turib qol. Oke, kapotni ochib yuboring. Kapotni ochib yuboring. Hop. Endi zavat qilingchi. Aha. Mana qurtda ishlab turibdi, aka. Ukaxon gap yo'q lekin.
Uka, uzr, sal ko'nglingizni boya og'ritib qo'ydimmi? Aya, aka. Hijolat bo'lmang, chiqsiz. Metroga olib borib qo'ya olasizmi endi? Nima? Pashon qo'y. O'rtoqlar, hormanglar, do'stlar, yaxshimisizlar? Mana biz do'st va nihoyat baliq oviga kelib oldik, dam olishda. Baqirjon, sizdan bir narsa deng. Kelinglar, kelmaganlar bunda qolsin. Botir, aroq olib ketibdi-yu. Nima? Aroq qolib ketib qolibdi. O'rtoqlar, hozir qaytamiz, hozir. O'rtoqlar, mana nihoyat biz ikkita do'st dam olishga chiqib oldik, baliq oviga. Kelinglar o'rtoqlar, kelinglar. O'rtoqlar. Manam boring, mana ham Yo'qot, bir narsa qil, yo'qot. Bashariya qursin. Dam olishga kelaverasizlar. Men ketib ko'rib boshqa. Qadaringga la'nat. Voy, onang kechirasiz. Nima chiqayotgan ekan sizda, o'rgilik? Chiqyapti. Navoda jentriga almishon olmaysizmi? Tog'a. Nima o'xshatyapsan? Tinchlikmi? Ishdan haydaldim. Hech o'xshamaydi. Ustiga yangi biznes qiluvdim. Uyam bo'lmadi. Uyga borsam, adam so'kkanlar so'kkan. Undan tashqari bo'ynimda kredit, qarz bor. Nimaga qo'l ursam, hammasi teskari ketyapti. Uning ustiga o'g'aynilarim qarz olib, mashinniklar yo'q bo'lib uxlatib ketishdi meni. Kim SMS yozdi endi? Kimdan ekan? O'qing. Jonim, meni kechiring, boshqa uchrasha olmaymiz. Men boshqasini sevib qoldim. Alvido. Kim bu? Bilmayman. Begona nomer yozibdi menga SMS. Tushunmadim. Shunda sen hozir seni 7 begona qizim tashlab ketdimi? Shu-dey. Sen nima bilsin? Shunchalik bosganmisan? Bilmadim. Mana telefoningni ol. Men ham shu ishim senga shunga berishmayaptim deb. Bor ketdim. Bor. Keyin gaplashamiz. Men o'zim zakazdan topshirib, o'zim qilaman. Bor. Deb. O'tarsiz. Otangga salom aytib qo'y bo'ldi. Hali gapimga ham pul kerak. Bolalarni eniga pul kerak. Bu yurishingizda qanaqa qilib pul olamiz? Qayerda pul olamiz? Qachon ishga kirasiz o'zi? To'xtab turgin. Chakagin, iltimos sendan. Sen uyga boraver, men hozir boraman. Nimaga? Qo'shnilar bilan tik gaplar bor, maslahat qiladigan. Shunga. Menga qarang. Qisadigan joyingizda qisingda tez oldimga tushing. Tez. Tushunmadim. Sen yana boshladingmi? Sen yana menga aql o'rgatishni boshladingmi? Menga gap qaytaryapsan, uyga borganman, sen bilan boshqacha gaplashib qo'yaman, tushundingmi? Nima bo'ladi uyga? Nima bo'ladi? Jim telefon qo'yapti. Nimani qo'rqityapsiz? Oyim. Oyim bilan qo'rqitma meni. Yo'q, qo'tira. Siz bilan qo'rqmayman, qo'rqmayman. Assalomu alaykum. Oyijon, yaxshimisiz, tizimisiz, sonlaringiz yaxshimi? Qara, chaponingdan chiqadi. Boshla, davay, ketdi. Mal, ho'kiz,
O'tirishini qarab mana. Ana yerda mollar ochyapti. Bu yerda kompyuter o'ynaysan. Qop-katta bola uyalmaysan, ha? Eshak uyalmaysanmi? Yo'qol. Eshak. Baxtiyor, o'g'lim vaqtini men o'ynab qo'yaman. Menga nasib qo'y. Bo'ldi. Mana qara. Infernoga kiravering, men sazmat qilaman, xo'pmi? Davay, boshlaymiz. Ishxonada hech kim yo'q, borganing bilan foydasi yo'q. Adasi? Ana tepadagi qo'shnimiz bor-ku. O'shalar uylarni remontini anaqa chiroyli qilibdi, bir-biriga jihozlar shunaqa tushgan, bilasizmi? Kuxnyasini aytmasam, hamma sharoitlari bilan remont qilish. Juda havasim keldi. Juda chiroyli chiqibdi. Yevro remont ha? Qancha pul chiqqan? Uni ustigacha butun pul ketib qolgan menimcha o'tga. Nima deysan? Shuncha eng qoyil qolganim spalnisni shundoq diz bilan qurib, paskina bilan juda chiroyli chiqibdi. Havasim keldi ko'rib. To'xtang. Siz qatdan ko'rdingiz spalnisini qanaqa chiqqanini? Qatdan ko'rdingiz? Nima aytdi menga kecha? Baraka topkur. Uni o'lgan, u beva-ku. Beva? Menga qara. Tur dedi. Ay, g'ijimli ekansan va? Tur insofsiz, tur, hozir yerim kelib qoladi. Tur. Hey, kimsalik yursinlar. Nabarat yaxshi. Hamma ras. Noinsof. Hali shunaqami? Shoshmay tur. Bo'pti, ma, teshib chiqsin. Ma, pulni oldi, yo'qol. Bo'larkan-u, opaginam, ha? Janjal qilasiz, pulingni bermayman, pitsa sovib qopti deb. Shuncha janjal kerakmidi, ha? Rahmat. Adasi? Adasi. Sizga bitta savol bermoqchiman. Mayli. To'g'risini ayting. Hop. Bojalaringizni menga jinni laqab qo'yib olishgan. Endi haligi to'g'risini aytsam, aytishga noqulay bo'lyapti. Turing, xafa bo'lmayman. Yoki chaqqonligim uchunmi? Uy ishini ham salondan yurg'izyapman, uylarni ham shunday joyiga qo'yib qo'yaman. Ishdan kech qaytsam ham har doim ovqatingiz tayyor, kiyimingiz taq. O'shaning uchunmi balki? Chaqqonligim uchunmi? Yo'q. Bu bojalarim bilan shu yig'ilib, qitti 200 uramiz deb shu ana qo'g'ir aroni ochganimizdan keyin qattandir ham sen paydo bo'lasan deb, o'shaning uchun seni jin deb aytsa kerak. Azizam. Bir daqiqa vaqtingni olaman. Mana. Bu uyning hujjatlari. Mana bu uyni seni nomingga o'tkazdim. Seniki. Mana bu hujjatlar firma, do'konlarning hammasi mana seni nomingga o'tdi. Mana shular hujjatlar. Hamma do'konlar endi seniki. Menikimi? Aytgancha hozir. Tak. Hop. Mana plastik kartalar. Bank hisob varaqlari, hamma hisobimdagilar, hammasi sanomga. Hamma pul seniki. Tinchlikmi? Tinchlik. Bu ham sizga. Voy, rostdanmi? Voy. Pravam yo'q-ku. Xotirama mana maktabing bilan gaplashib, guvohnomani ham oldirtirib qo'ydim. Voy, qanday yaxshi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi sizga? Tinchlik. Eng asosiysi, eng muhimi. Dadam ajrashganlik haqida qonuniy qaror. Endi ozodman. Bo'pti. To'xtang. Ha? Shunday yaxshi erimmi? Saxiy boy erimmi? Birovga berib qo'yarkanmanmi? Bo'ldi. Seni tushundim.